Hürmetlik vatandaşlık siyan davamlaştırımız. Bugünkü ıslahı 2020 yılı 11. ayının 19. günü haftığı Perşembe. Endilisi silahı yetkizdiğin haberimiz. Silahı sözleydiğinlik siyamiz. Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zellandiya, Angliya hükümetleri Şangay meselesi boyunca birleşme bayanat ilan kıldı. Hong Kong meselesi boyunca birleşme bayanat ilan kıldı. Mavzulu haber 11. ayının 19. günü Amerika avazından Xitay tili programımız ilan kılındı. Haber mındak başlar. Washington, Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zellandiya ve Angliya hükümetleri haftanın 3. günü, yani 18. günü Şangay meselesi boyunca birleşme bayanat ilan kıldı. Hong Kong meselesi boyunca birleşme bayanat ilan kıldı. Çünkü yeni planları boyunca Hong Kong'da halk sayılığın kanun çıkarış komiteti azalarının salayetine elip taşlıqallığı qattiq dikkat qiladiganligini bildirdi. Yuqorqi 5 devlet. Ve bayanatı Cungu'nun bularning salayetini asli keltirişiga haydakchilik qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi, Avustraliya, Kanada, Yeni Zellandiya ve Angliyaning tashqi ishlar vaziri haftaning 3. günü ilan qilgan bayanatı mundaq ko'rsatildi. Devlet bexatarlik yolu qo'yilgan 9. ayda Qonun chiqarish komitetini saylash saylimi kechiktirilgandan keyin Jungo yangi bir nizomnoma masalan Hong Kong Qonun chiqarish komiteti a'zolarining salohiyatini elib tashlashga qaror qilganligi Şangay'ın Hong Kong avtonomiyasiga, Hong Kong huquqi ve erkinligiga ziyon yetkazib o'xshashla Jungo'ning xalqaro mas'uliyatini xilop qilindi deyildi. O yani Jungo Hong Kong'ning oliy avtonomiyasidan bahramand bo'lish fikr erkinligi ve huquqlari to'g'risida bergan va'dalarga, yani Jungo bergan va'dalarga xiloflik qildi deyildi bayonotda. Jungo Xalq Vakillar Qurultayı 11. ayının 11. günü devlet bexatarligiga ziyon yetkazdi degani bahona qilib 4 nafar Hong Kong Qonun chiqarish komiteti a'zolarining salohiyatini elib etdi. Bu haftaning 3. günü yani tunigun Hong Kong'da Qonun chiqarish komitetining sobiq 3 nafar a'zosini qo'lga oldi. Şangay'ın Hong Kong matbuotları bunda xabar qildi. Yaqinqi bir necha oy ichida Qonun chiqarish komitetining bir nafar a'zosi qo'lga olindi. Bayonotning oxirida mundaq ko'rsatildi. Xalqaro jamiyatning a'zosi bo'lish sifatimiz bilan biz Jungo'ning xalqaro jamiyatga bergan va'dasini hamda Hong Kong xalqi oldida majburiyatni ado qilishini umid qilamiz. Salohiyati bekor qilingan Qonun chiqarish komiteti a'zolarining salohiyatini asliga keltirishga Jungo hukumatiga haydakchilik qilamiz. Bu 5 davlat g'arb davlati bo'lib qolmasdan shundaqla o'zaro axborot almashtirib, o'zaro bahramand bo'lib o'tgan 5 gözlükler ittifaqı deb atiladigan 5 devletler. Yani 5 gözlükler ittifaqıga a'zo bo'lgan 5 devletler. Bu to'g'rida masalan Jungo'ning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian nima dedi desangiz, bugun sal bu odamning payli qo'polroq turdi. Masalan, mundaq dedi. 5 gözlükler ittifaqı Şangay to'g'risida bayonot e'lon qildi. Yani Hong Kong to'g'risida bayonot e'lon qildi. Jungo'ning bayonotchisi Zhao Lijian qattiq raddiya qaytardi. Zhao Lijian mundaq dedi. Jungo xalqi chatoq termaydi. Chatoq terilsa qo'rqmaydi. Ular mayli 5 gözlük bo'lsin yoki 10 gözlük bo'lsin,
Cungo'nun egelik hukuki yoki bexatarligi va taraqqiyot manfaatiga ziyon solishga petinadigan diqqat qil. Ko'zingni o'yib tashlab, o'ri ko'z, qaro qilib qo'ymas. Faqat Cungo'ning bayonotchisi Javlijonning pozitsiyasi qattiq degan gap vatandosh.